Hamma kutgan rubrika nima uchun Koreyaga kelganman va sizlar ham Koreyaga qanaqa kelsanglar bo'ladi. 16 yoshimda dokumentlarimni topshirganimda o'xshamagan Koreyaga kela olmaganman. Keyin IELTS topshirib, UZMU ya'ni Milliy universitetga grant asosida o'qishga kirganman. Koreyada hozir magistratura yo'nalishida o'qiyman. Sizlar ham agar xohlasanglar bakalavr, magistratura liba partkursga topshirib kelsanglar bo'ladi. Lekin maslahatim обязательно koreys tilini o'rganib kelinglar. IELTS so'zi bilan kela olmaymanmi deydigan bo'lsanglar, IELTS so'zi bilan ham bemalol kelsanglar bo'ladi. Koreyslarni shundoq bag'rini ochib kutib oladi, lekin bu yerda ishlash uchun обязательно koreys tilini bilishingiz shart. Bu yerga kelganingizda hech kim sizga ishni bundoq patnisda olib kelib bermaydi. O'zingiz ish topishingiz kerak bo'ladi, hujjatlar bor, uy hujjatlari, shuning uchun обязательно koreys tilini bilishingiz shart. Sizchi, siz o'zingiz ham koreys tilini bilmaysiz-ku deydigan bo'lsanglar, men opam bilan turaman. Kelganimga yarim yil bo'lgan bo'lsa ham, hali koreys tilini gapirish u yoqda tushunib tursa, yaxshi tushuna olmayman ham. Shuning uchun sizlarga maslahatim koreys tilini yaxshilab o'rganib kelinglar. Uni qaranglar, sekundda ko'pirib ketdi. Motivatsiyalarni tushirmoqchi emasman, lekin Koreyaga kelmoqchi bo'lsanglar, обязательно yaxshilab tayyorlanib, koreys tiliga emotsionalniy sinishga ham tayyorlanib kelinglar, chunki aeroportdan tushganingizda bu yerda Jongkook bilan Jimin sizlarni gul bilan kutib olmaydi. Bu Moskvadan kelgan chorniy tochkalarim Yujnoy Koreyadan Severniy Koreyaga qochib ketishdi. Qaranglar buni. Delikatniy tozalaydi-da, yuzinglarni quritib olmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yish esinglardan chiqmasin.